so'rashish odobi. Kattalar ko'rib bo'lganda o'ng qo'lini ko'ksiga qo'yib so'rashadi. Qizlar bilan ham o'ng qo'lini ko'ksiga qo'yib so'rashadi. Bolalar bilan qo'lni ushlashib so'rashadi. Xonaga kirish odoblarida taqillatib kiradi, uni oyog'i bilan kiradi, salom beradi, kurtkasini taklab qo'yadi. Oyoq kiyim odoblari kattalar tikini taklab qo'yadi, mehmonlar tikini taklab qo'yadi, o'rtoqlarnikini taklab qo'yadi, o'zinikini taklab qo'yadi. Ota-onada hurmat qilsa, xonadon etib, qo'ydan o'pib qo'yadi. Ota-ona chaqirsa labbi deydi. Hojatxonaga kirish odobi. Hojatxonaga chap oyoq bilan kiradi. Qo'li telefon ko'rib bo'lmaydi hojatxonada. Qo'lini yuvib chiqadi. Keyin chiqayotganda o'ng oyog'i bilan chiqadi. Keyin hojatxonada ovqatlanish mumkin va